Dadam xiyonatini bilib qoldim. Onamga aytsam mazasi qochadi, aytmasam kasallik yuqishi mumkin. Dadamda uyatsiz perpiskalarni o'qib qoldim debdi. Birinchidan, otangizni telefonini olib ichidagi perpiskani o'qishga nima haqqingiz bor? Hech qaysi farzandda ota-onaning telefonini olib, uni ichini titib, perpiskalar o'qishga haqqi yo'q. Urushganda ham aralashishga haqqi yo'q. Faqatgina otangiz, onangizni urayotgan bo'lsa, o'sha payt ajratishingiz mumkin, unda ham otangizga qattiq gapirmasdan. Otangiz bu ishni bugun qilmayapti. Kasallik yuqish-yuqmasligini kallasi sizdan yaxshi ishlasa kerak. Bitta siz umniy, qolganlar to'poy emas. Ko'tingiz qichib shuni ochib o'qiganingizni qarang. Bu vaziyatda endi bitta yordam qila olasiz. Ko'pchilik onalarimiz o'sha yoshi kattaroq bo'lgan bilmaydi. Chiroyli pinoar, pijamalar oling. Onangizga shunchaki ona sizga sovg'axonman, shularni kiyib yoting, chiroyli bo'ling deb maslahat berib podarkalar qiling. Boshqa ilojingiz yo'q. Ota-onangizga xuddi shunaqa qilib yordam bera olasiz. Qolgan narsaga burningizni hech qachon tiqmang. Hech qachon onangizga aytmang yo otangizni qaytib perpiskasini o'qimang. Bo'ldi. Siz farzandsiz, boshqa hech kim emas.